Bugungi kunda respublikamizda barcha kuch tizimlarida temir beklar maktabi tashkil qilingan. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining Toshkent temir beklari maktabi ham. Endi Toshkent temir beklar maktabiga o'quvchilarning qabul jarayonlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, asosan biz 9-sinfni bitkazgan o'quvchilarni qabul qilamiz. Qabulda o'ziga xos shartlari bor. Bu birinchidan bizga kelishda xohlovchi 9-sinfni bitkazuvchi o'quvchi shu mart oylarida o'zlarida yashaydigan tumanlardagi mudofaa ishlari bo'limlariga murojaat qilishlari lozim. Chunki ular maxsus tanlovdan o'tishlari lozim bo'ladi. Bu tanlov nimadan iborat? Birinchidan sog'lig'i javob berish kerak talabga. Ikkinchidan bilim darajasini sinash uchun o'sha mudofaa ishlari tomonidan diktant olinadi. Undan keyin jismoniy tayyorgarligini tekshirganda 1 kilometrga hamda 60 metrga yugurish mashqlarini topshirish kerak bo'ladi. Hamda kuch jihatdan qanday ekanligini aniqlash uchun turnikda tortilish mashqlari bor. Shularni topshirgandan keyin psixologik test topshiriladi harbiy kasbga loyiqati bo'yicha. Mana shu sinovlarni hammasidan o'tgandan keyin hujjatlari bevosita bizni temir beklar maktabiga shu mudofaa ishlari bo'limlari tomonidan yuboriladi. Bu yerga kelgan o'quvchilarni hujjatlari tayyorlangandan keyin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi tomonidan belgilab berilgan asosdagi testni topshirishlari lozim bo'ladi. Mana bundan oldingi yil bizni temir beklar maktabiga butun respublikamizdan 1250 dan ko'proq hujjatlar kelib tushgan. Shundan biz 100 ta o'quvchini qabul qilib olganmiz. Endi ta'lim yo'nalishlarimizga kelgan bo'lsak, bizda 2 xil ta'lim yo'nalishida oliy ta'limga biz o'quvchilarni tayyorlaymiz. Birinchisi aniq fanlar yo'nalishi. Aniq fanlar yo'nalishida matematika, fizika, ona tili, adabiyot fanlari chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi. Ikkinchisi ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishi. Ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishida tarix, chet tili, ona tili, adabiyot fanlari chuqurlashtirib o'rgatiladi, o'qitiladi. Endi oliy harbiy bilim yurtiga kiruvchi o'quvchilarimizga imtiyozlar bor. Bunda yig'gan ballini, testda yig'gan ballini 30% miqyosida qo'shimcha qo'shib beriladi. Agarda fuqarolik oliy o'quv yurtlariga boradigan bo'lsa, unda yig'gan balliga 15% qo'shimcha qo'shib beriladi. Mana shunaqangi imtiyozlarimiz bor. Endi temir beklar maktabida o'quvchilarni eng asosiy maqsadi o'sha oliy ta'limga kirish, dars jarayonlariga qatnashish bo'lib hammasi xohish istak bilan bilimga chanqoqlik bizda juda seziladi. Shu bilan birga kunning ikkinchi yarmida bu yigitlarimizni bir madaniy hordiq chiqarishi uchun, sal o'zini ustida ishlash uchun ham imkoniyatlar yaratib berilgan. Bolalikda harbiylikni orzu qilib ko'rmagan bola bo'lmasa kerak. Men ham bolaligimdan vatanni himoya qilishdek muqaddas va sharafli kasb egasi bo'lishni maqsad qilganman. Bolaligimdan o'zi harbiylikka qiziqib kelganman va bu yerda o'zimdek ahd-qat'iy tengqurlarim ko'pgina ekan. Men Milliy gvardiya Toshkent temir beklar maktabiga bir necha imtihonlardan, sinovlardan sarlanib muvaffaqiyat bilan o'tdim. O'zbekiston Respublikasi Toshkent temir beklar maktabida bizlarni puxta bilim olishimiz va jismoniy chiniqishimiz uchun muhtaram prezidentimiz va Milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan shart-sharoitlar yaratib berilgan. Bu sharoitlardan biz temir beklar samarali foydalanib, O'zbekiston Respublikasi xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilaman.